Men zaif edim. O'zimni himoya qila olmaydigan inson edim aslida. Endi esa uni to'g'riladim. Ortiq kimdir meni chegaramdan o'tishga harakat qilsa, to'xta deyishni bilaman. Oldin bunday deya olmasdim. Oldin har kim tiqilishga urinardi, har tarafdan. Endi esa o'sha yerda tur deyishni bilaman. Nima desam bo'ladi? O'zimga zarar berishni boshlaganimni tushundim. O'zimning xarakterimga har kimni yaxshi deb biladigan insonman. Hech bir insonga yomon niyatda yaqinlashmayman. Uni zararini farqlashni boshladim ortiq. Har kim unday emas albatta. Chunki men har kimga ishonardim. Har kimga hamma narsamni anglatardim. So'ngra boqdimki, u chegaralardan o'tish boshlanyapti. Hozir esa shunday. Menga hech kim hech narsa deya olmas. Deya olmayman, lekin hozir o'zimni chegaramni himoya qila olaman. Har kimni juda tez anglay olaman. Ya'ni ichimdan shunday his qila olaman ularni. Ammo ortiq bunday bir chiroyli bir masofa qo'yapsanki insonlarga nisbatan. Qayerda qanday yaqinlashishlarini insonlarga aytyapsan. Insonlar esa seni chegarangga bo'lgan munosabatlarga o'zlari qaror chiqaryaptilar.